Tak, eng boshidan bitta juda jiddiy narsani gapirib qo'ymoqchi edim. Yaqinda men Google'da o'qidim. Mana shu trading degan sohada, mana shu moliy bozor deyshadi. 95% odamlar, даже mana shu boylar, даже mana shu Gollivudning artistlari boylar hammasini yutqazar ekan, bitta trusida ketar ekan. Atiga 5% nimanidir yutar ekan, tushunasizmi? Bu kattakon dunyoviy laxatron bo'ladi. Mana shu laxatronni hozir Musayev olib kelmoqchi, o'rgataman deyapti. O'zbeklarga, tushunasizmi? Lekin bu laxatron, buni o'zi ham yaxshi biladi. Nima uchun endi bu o'zbeklar dardini o'ylab o'z qo'yinda endi mana shu laxatronni o'zi O'zbekistonga olib kelyapti. Chunki buni jahli chiqqan o'zbeklarga va butun dunyoga buni jahli chiqqan Musayevni, bilasizlarmi? Nima uchun bilasizlarmi? Hozir ko'rasizlar. Yaxshimisizlar? Hormaylar. Har mahal men o'ylanib qolardim. Nima uchun masalan Shuhrat Musayevni har mahal asabi buzilgan, настроенияsi yo'q, har mahal stressda, kimdir so'kadi tam, har mahal geylan to'g'risida gapiradi. Gey, trans, men geylandan kurashganman. Nimaga bunaqa? Qanaqadir keyin pitushinni odatlari bor Shuhrat Musayevdan. Pituh deganda endi голубой degani o'zingizlar bilasizlar. Zonada pituh deydi, tushunasizmi? Shuna pitushinni odatlari bor. Gap bu yerda ekan, gap sevgida ekan. Shuhrat Musayev har mahal bekitib yurgan o'zini problemasini, tushunasizmi? Keyin hayron bo'lardim, nima uchun bu odam har mahal Tailandga boradi? Har mahal Tailandga boradi. Mana endi bugun Shuhrat Musayevning kodi ochiladi, tushunasizmi? Я узбек, и представьте, вы в Таиланде встретили Shuhrat Musayev. Endi Shuhrat Musayevda shunchalik pitushinni sevgi bo'lganki, bu даже o'sha sevgisini onasini ham boqgan, o'sha sevgisini onasiga ham podarkalar olib bergan, telefonlar olib bergan, tushunasizmi? Dahuya pul ketkizgan. Bolalariga Shuhrat Musayev bolalariga shuncha pul ketkizmagan, qancha mana shu sevgisini bolalariga, sevgisini onasiga pul ketkizgan. Nima deb o'ylaysizlar? Nima uchun har mahal Shuhrat Musayev hijobli xotinlarni yonini olgan ekan? Hozir bilasizlar. Shuhrat Musayev очень щедрый. Endi bularning orasida janjal bo'lib qoldi, pizdes. Nima uchun? Chunki sevgisi, Shuhrat Musayevning sevgisi nimada bitta unga, "Короче, men cho'chog'imni kestiraman. Men endi qiz bola bo'laman, konkretno. Cho'chog'i bor-da buni, tushunasizmi? Cho'chog'ini kestiraman, qiz bola bo'laman, trans bo'laman" deyapti-da, "Короче, transvestit, qiz bolaga aylanaman" deyapti. U Musayev tizzaga turib yalindi, yig'layapti. "Iltimos, jonim, cho'chog'ingni kestirma.
shunda shirin cho'chog'ingni yaxshi ko'raman og'zimga olishga deb tushunasizlarmi, o'sha Shuhrat Musayev yag'lagan shunaqa degan. Bu butun o'sha sevgisini cho'chog'ini Shuhrat Musayev so'rib kelgan, maza qilib tushunasizlarmi? Shokoladlardan surib. Endi shunchalik yalinganki, aytgan luboy narsani olib beraman. Biznes har mahal yangi telefonlar olib beryapti. Yangi u sevgisi eskisini endi sotyapti. Tushunasizlarmi? O'sha eskisi ham yangi, lekin u pastdan yangi telefon olib beryapti. Har mahal oxirgi iPhone markalarini, keyin bo'lsa juda yaxshi kiyimlar olib beryapti. Pastayanda gullar sotib olib beryapti. Gullar podarkalar, qimmat podarkalar qilyapti. Tushunasizlarmi? Shunchalik taltaytirib yubordi uni вообще pizdet. U o'zi buni sevgisi vizajist bo'lib ishlardi. Anaqa qizlarga makiyaj, kosmetika qilardi. Tushunasizlarmi? U ishdan ham ketdi, endi ishlamayapti. Faqat aylanib yuribdi, ish mening uchun emas deyapti. Menga emas ishlash deyapti. Tushunasizlarmi? Qo'llaringizdan ancha yumshoq olgan. O'shagandan keyin men qilindi. Menga podarka kelgan, но рядом. Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия. Ishlash uchun tug'ilmaganman. A sevgi, baxt, izzat olish. Sen benim dünüm, tundagi nurim, sen mening sirim, eng zaif sirim, sen mening ruhim, eng yaqin dilim, sen kabi malak topmadim jonim. Bu bolani hamma gay deb o'ylaydi. Kommentariyada ham gay deb yozadi. Bu bola aslida erkak. Seriozdan, hozir tushuntirib beraman. Chunki bu bola erkak bo'lib, nagli internetga gul olganini, maza hayotda yashayotganini, chiroyli hayotda yashayotganini erkak bo'lib ko'rsatyapti. Hamma aytyapti kommentariyada gay. Lekin aslida mana shu gullarni kim jo'natyapti bu bolaga? Shuhrat Musayev. Yaqinda, bitta blogerni kanalida video ko'rdim. O'sha yerda Shuhrat Musayev mana shu o'zining sevgisiga endi hech kim bilmagandi. Men ham bilmagandim o'shanda, tushunasizlarmi? Bu uni sevgisi deb. Konkretno nayes qilyapti. Bular bunaqalarni qamash kerak. Bizda qanaqadir 120-chimi, biz 126-chimi statya bor-ku, nima bunaqalarni qamamaydi deb konkretni bular bunaqalarni qamash kerak. Bizani bolalarimiz ham bunga qarab keyin bulardan qarab ish qiladi, o'zi gay bo'lib ketadi. Bizani bolalarimiz ham bularni yo'q qilish kerak deb pizdes nayes qilardi Shuhrat Musayev. Gap nimada ekan desam, bu o'sha bu bola, bu mana shu Pitushok, yosh Pitushok, Shuhrat Musayevning sevgisi. Shuhrat Musayev tashlab ketibdi. O'shaning uchun Shuhrat Musayev endi tushundinglarmi nima uchun Shuhrat Musayev jahli chiqqan, asabi buzilgan, har mahal stressda, har mahal kimnidir haqorat qiladi. Mana shuning uchun ekanda buni sevgisi buni tashlab ketibdi. Shuhrat Musayev bilasizlarmi, qancha pul bunga sarflagan. U bilan onasiga kvartira olib bergan Toshkentdan. Bular o'zi vodiydan bo'ladi. Mana shu yosh Pitushok onasidan birga, hijobli onasidan birga bular vodiydan kelishgan, tushunasizlarmi? Basharasi ham shundoq bilinib turibdi vodiyligini, tushunasizlarmi? O'ziga bu yosh Pitushok Tailandda yosh qozoqni topibdi. Chiroylikkina takoy qozoq bolani endi ko'rsatmoqdi. Qo'rqadiki Shuhrat Musayev buni yigitini, o'sha qozoq yigitini o'ldirib qo'yadi deb qo'rqyapti bu yosh Pitushok. Tushunasizlarmi? Казахи, подписывайтесь. Я уже понял, что вы очень-очень-очень щедрые. Даже больше, чем узбеки. Hozir kosmetikasiz, makiyaj qilinmagan hali basharasini ko'rasizlar bu bolani. Shundoq basharasida yozilib qo'ygan, bu vodiydan kelgan. Shundoq vodiylarni basharalari va yosh bolalarni shunaqa bo'ladi, 100%, tushunasizlarmi? Nimaga vodiydan kelgan Toshkentga? Endi aytaymanku, masalan, g'arbda gay bo'lib tug'iladi, tushunasizlarmi? U yerda masalan, ochlikdan o'libman, botchaboz bo'laman, ko'timni sotaman deb pul qilaman deb trans botchaboz bo'laman deb unaqa demaydi, unaqa narsa yo'q chet elda.
u просто tug'iladi gay bo'lib. Bu normalniy bola, normalniy yigit kishi bo'lib tug'ilgan. Bu bola normalniy. Lekin ochlikdan o'layotgan bo'lgan shu vodiysida ish yo'q, nihoya vodiysini bular chiritib yuborgan. Xizmat sohalarini biznesi rivojlanmagan. Men necha marta tushuntirganman o'sha vodiysida. Chunki bular uchun u harom, bu harom deb chista Afg'onistonda, ikkinchi Afg'onistonda chista. O'shaning uchun ish yo'q. Bular uchun har bir mana shu dunyoviy biznes, zamonaviy biznes bular uchun harom, tushunasizmi? O'shaning uchun masalan mana atelier mod parikmakerskiy bularga zavod fabrikalar ham ishlaydi. Keyin bo'lsa bitta zavod fabrikalarga boshqa bir 5 ta 6 ta zavod fabrika ishlaydi. Bir-birini zakazlarni qilib beradi. Elektrikli ishlaydi, vodoprovodchikli ishlaydi, oyna qo'yadigan, remont qo'yadigan tushunasizmi? Bitta mana qarang, material kerak, qaychilik kerak. Juda ko'p narsa, zakazlari ko'p bo'ladi, bilasizmi? Mana shu maykani qilaman deb, bitta maykani qilaman deb, jeta taxminan 2000-3000 odam ovora bo'ladi shu maykani qilaman deb. Mana shu shapkani ham tushunasiz, mana shu naushnikni, mikrofonni bir 2000 odam band bo'ladi shundan, bilasizmi? Shofyorlar ham, stanochniklar, bir bola odam, kompyuterchiklar, bilasizmi? Ularda rivojlanmagan o'sha narsa, o'shaning uchun ishsizlik bu pidaraslarda, tushunasizmi? Mana o'shaning uchun mana o'sha vodiyni bolalari botchaboz bo'lib ketyapti. Gay desa bo'lmaydi bular. Bular normalniy bola bo'lib tug'ilgan, tushunasizmi? Lekin o'zini boqish kerak. Chista Afg'onistonning sistemasida boqish kerak, ota-onasini ham boqish kerak. Bo'lsa 2 kilo ochlikdan o'ladi. Mana masalan buni adasi qochib ketgan, qator Rossiyadagi bo'lib ketgan, chunki boqmagan, oilasini tashlab ketgan, tushunasizmi? O'zi mana shu islomiy shariat qilib mana shu vodiysida o'zlari yasholmaydi, qochadi. O'zining shariatidan, islomiy shariatidan o'zlari qochadi kim qatga, tushunasizmi? Mana kod gay emas, kechasi botchaboz bo'lib kechadi, tushunasizmi?